ikkita tomonlama kista bo'lgan, shu chap tarafdagi o'pkada yorilgan bo'lgan. И o'sha как бы qonga уже intoksikatsiya bo'lib, isitma baland bo'lgan, tushavermagan. O'ng tarafda ham kista bo'lgan, u 10 sentimetrlik bo'lgan, 8-10 sentimetrlik. Keyin shu bilan biz qaror qildik, shu may oylarida Indiyaga tushgan. Bu operatsiya men o'sha qo'rquv bo'lmagan, chunki o'zim ham shu vrach bo'lganimga, keyin уже birinchi marta operatsiyaga kirmayapman, Javedni ham o'zi bilaman. Normalniy kirib ketganman. Qo'rquvsiz kirib ketganman. Keyin bir 5 soatcha operatsiya bo'lgan. Уже o'zim kelganimda, nimadan narkozdan uyg'onish ancha qiyinroq bo'lgan. Chunki o'pkani operatsiyasi o'zi qiyin o'tar ekan. Keyin kislorodlar bilan bir 2 kunda o'zimga kelib olganman.